stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send the blood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come, and I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apology. Mana bizni Yashnobod tumani 255-maktabda tashkil etilgan koreys madaniyat koreys tilidan bo'layotgan tadbirlari, darslari juda ham yaxshi bo'lyapti. Biz har bir darslarga kirib, o'quvchilarimiz va ustozlarimiz juda ham ko'p narsalarni o'rgandik. Masalan, madaniyat, koreyslarning ovqatlanish madaniyati, Koreya xalqining milliy o'yinlari va ularning san'ati va ularning ovqatlanish madaniyatlari haqida berilayotgan darslar juda ham qiziqarli bo'lyapti. Bu yerda o'quvchilarimiz ham juda faol qatnashib, juda qiziqish bilan darslarni tinglayapti va ularda juda ham yaxshi taassurot qoldiryapti. Ishlariga omad tilaymiz va yana kelib mana shunaqa darslar o'tishlarini xohlab qolamiz va ularga maktabimiz jamoasi tomonidan katta minnatdorchilik bildiramiz. Assalomu alaykum. Men ismim Hilola Bonu. Men 5-maktab o'quvchisiman. Bizning maktabimizga Sun'iy universitetidan o'quvchilar kelishgan. Ular bizga dars o'tib berishyapti, ustoz tarafida. Bizning birinchi darsimizni bayramga osib qo'yadigan narsa yasash bo'ldi. Bu narsani biz yasadik. Ayniqsa menga ko'proq yoqqan, o'sha ustozlar bilan o'tirganda ko'proq yoqqan narsa bu birinchi tibbiy yordam bo'ldi. Chunki o'tda hamma narsasi Koreyadan keltirilgani uchun, hamma narsasi zamonaviy bo'lgani uchun qo'limdan qon olishganda ham umuman og'rimadi. Chunki o'zimizni olishganda qanaqadir xuddi chumpa chiqqan. Ular orqali ham Koreyaga hozir juda ham qiziqamiz. Zevin degan gruppa, ular ham chunki o'ylab bo'lishmaganda men o'sha umuman Koreyaga qiziqmasdim. O'zi undan oldin boshqa universitetdan ham o'quvchilar kelishgan. Ular ham juda ham zo'r edi. Ular bilan ham dars o'tishga lekin unda men kirmagandim, lekin bu yil Sun'iy universitetidan kelishganda ular вообще ham menga yoqib qolishdi. Darslarni ham juda ham zo'r o'tishdi. Ularga katta rahmat. Assalomu alaykum. Men 255-maktab o'quvchisi, ismim Mumtozbegim. Koreyadan elita volontyor maktabimizga keldi. Bizga 8 ta yo'nalish bo'yicha mashg'ulotlarni o'rgatishyapti. Har bitta mashg'ulotda bizga sovg'alar berib, yaxshi tushuntirib, Koreya haqida tanishib chiqamiz. Koreya madaniyatini o'rgandik. Taekvondolarni o'rgatishdi bizga. Va volontyorlar ko'pchiligi bizga o'zimizni hatto bitta o'zimizni tanishtirganimizni ham kichkina sovg'alar bilan tabriklashyapti. Bizga bu juda ham yoqyapti. Maktabimizga bu volontyorlar kelgani menga вообще yoqyapti. Volontyorlar kelgandan keyin o'zimizni xuddi Koreyaga tushib qolgandek his qilamiz. Bizga Koreyani tanishtirib, Koreyadagi madaniyatlarni, Koreya o'zining milliy raqslari, K-poplarni o'rgatishyapti. Bizga Koreyadan olib kelgan koreyalik elita volontyor ustozlarimizga rahmat aytmoqchiman. Ular bizga shunchalik o'zining vaqtini ayamay Koreyadan o'zining davlatidan kelib bizga o'rgatayotganligi uchun rahmat deb qolaman. 선생님 감사합니다. 선생님 감사합니다. This is me.
gonna cut me down. I'm gonna send the blood, gonna drown a mind. This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be. This is me.